Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan 21 fevral kuni bir video qo'ygan edik. Mana shu giyotsitlarni ekish to'g'risida 8-martga ochiladi deb aytgan edik. Shuni isboti tariqasida mana shu videoni tayyorladik. 22-fevral kuni mana shu giyotsitlarimizni biz olib ekdik. Mana hozir ko'rsatamiz batafsil. Mana shu joydan kovlab oldik giyotsitlarimizni. O'rtasidan endi qolgani qoladi. Bizga bir 5 ta kerak. Azizlar, mana shunaqa 1 litrli idishlarga, 1,5 litrli idishlarga ekishimiz kerak giyotsitlarimizni. Ekkanimizda mana shu piyozni ozgina ko'milish kerak. Azizlar, endi giyotsitlarimizni ekishda bundan da chiroyli bir tuvakchalarni tanlab ekishimiz kerak. Negaki endi sovg'a qiladigan bo'lsak yoki bir sotuvga qo'yadigan bo'lsak, yanada chiroyli ko'rinadi ochilganda giyotsitlarimiz. Shuning uchun mana hozir do'konlarimizda biridan biri chiroyli tuvakchalar sotadi. Ana shu tuvakchalarga eksak maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bizlar hozir bor sharoitdan foydalanib mana shu tuvakchalarga ekdik. Endi do'konlarga borib kelishga vaqtimiz ham bo'lmay qoldi. Shundan uyda bor idishdan foydalandik. Mana azizlar, 5 ta mana shu giyotsit gullarni o'zi ekib qo'ydik. Hozir chiqib ketgan joylari mana. Bular qoladi endi. Azizlar, giyotsitlarimizni ekvaganimizdan keyin tezda buni sug'orishimiz kerak. Sug'organimizda ham ana shu tuproqlari joylashib olish uchun 2-3 marta sug'oramiz buni. Suv quyamiz. Mana shu shimitib, o'ziga singib olganda yana 2 marta, 3 marta quysak, mana shu tuproqlari bilan joylashib, giyotsitlarimiz o'rnashib qoladi. Azizlar, suvlari quyib bo'lganimizdan keyin bu giyotsitlarimizni issiqroq, yorug' tushadigan tokchalarga, xonalarga olib kirib qo'yamiz. Ana shunda rivojlanishi, o'sishi yanada tezlashadi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, sekin-asta rivojlanib mana shu holatga kelgan. Ekilgan giyotsitlarimizga suv quyishda ehtiyot bo'lamiz. Ko'p quymaymiz. Mana shu tuvakchalardagi tuprog'i sal qurigandan keyin ikkinchi, uchinchi suvlarni quyishimiz kerak. 22-fevral kuni ekkanmiz. Mana shu holatda turibdi. Hozir ko'chaga olib chiqdik. Har kuni kunduzi ozgina olib chiqib, yana kechqurunga olib kirib qo'yamiz. Azizlar, mana shu narsaga e'tibor beramiz. Giyotsitlarimiz 1 yilda 2 ta, 3 tagacha ko'payishi mumkin. Bu mana isbotini hozir ko'rib o'tamiz. Mana bitta mana chiqqan asosiy mana bu turibdi. Bu o'zini avvaldagi eski piyozdan chiqqani. Bu mana bu yangi yonidan ko'payganligini bildiradi. Mana yana tegidan kichkinagina yana chiqib yotdi mana. Demak, bundan xulosa qilamiz azizlar, giyotsitlarimiz 1 yilda 3 tagacha ko'payishi mumkin. Mana azizlar, bugun 5-mart 2026-yil kunidagi mana shu giyotsitlarimizning holati, ko'rinishi mana. Mana sekin-asta o'sha rangga kiryapti. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 6-mart 2026-yil kunida sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Mana bizning giyotsitlarimiz mana shu holatda ochildi. Azizlar, avvalda va'da berganimizdek giyotsitlarimiz 8-mart holatiga mana shunaqa ko'rinishda ochildi. Mana gullarini ko'tara olmaganligi sababli boylab qo'ydik. Negaki sinib ketmaslik maqsadida. Mana kichkina chiqqan gulchalari ham xudo xolasa ochiladi mana. Azizlar, mana shu videomiz kimlargadir foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, like tugmachalarini bosishni unutmang. Bu biz uchun muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.